Assalomu alaykum hammaga. Bugun Alize Puffy ipidan 100 ga 100 o'lchamdagi adyolni birgalikda to'qiymiz. Demak, Alize Puffy ipimiz xuddi shunaqa tayyor petlalarga ega bo'lgan ip hisoblanadi. Alize Puffyni to'qishda kurchok va spetsiyadan foydalanmaymiz. Tayyor petlalari orqali qo'limizda to'qiymiz. Demak, men bugun foydalanadigan Puffyni rangining raqami 262. 100 ga 100 o'lchamdagi adyol, bolalar adyolini to'qishim uchun menga 7 ta Alize Puffy kerak bo'ladi. Demak, pachkada 5 ta va mana 2 ta. Demak, 7 ta Alize Puffy ipi kerak bo'ladi. Bitta marker va qaychi. Va ishimizni boshlaymiz. Adyolimizni to'qishni boshlaymiz. 100 ga 100 o'lchamdagi adyolni to'qishim uchun menga 52 ta petli kerak bo'ladi. Demak, bitta qani ochib 52 ta petli olib olamiz. ellik ta petlarni sanab marker bilan belgilab olamiz. 1 2 3 4 5 6 7. Mana 52 ta sanab oldim va mana shu joyga marker bilan belgi qo'yamiz. Va buni bunaqasiga taxlab chiqamiz. Endi buni bunaqasiga tekis qilib qo'yib olamiz. Qo'yib oldik. Kristik uzorda to'qiymiz. Mana bu belgilangan joydan bu yog'ini bu tomonga qaratib to'qiymiz. Mana markerdan bu yog'i mana 2 ta petlani olib olamiz. Mana bu chap petli, o'ng petlani ustiga yotqizamiz. Va markerdan keyingi mana bu petlalarni birma-bir kirgizamiz. Bunisiga kirgizamiz, keyingisini bunga kirgizamiz. Endi yana 2 tani olib, chap petlani, o'ng petlani ustiga qo'yib olamiz. Kristik uzorda adyol to'qiganimizda doim petlalar sonini juft qilib olamiz. Yana keyingi 2 tani chap petlani, o'ng petlani ustiga qo'yamiz va to'qib olamiz. Chap petlani, o'ng petlani ustiga yotqizamiz va kelib qolgan petlalarni kirgizamiz. Keyingisini ham yana chap petlani, o'ng petlani ustiga yotqizib kirgizamiz. Demak, oxirigacha hamma 52 ta petlani xuddi shunaqa shaklda to'qib olamiz. Mana bu petlani ustiga yotqizib, kelib qolgan joydan kirgizamiz. Demak, oxirigacha bu yog'ini oxirigacha o'zingizlar to'qiysizlar va keyingi ikkinchi qatorni to'qilishini yana ko'rsataman. Mana oxirigacha to'qib keldim. Endi keyingi qatorni to'qishni boshlaymiz. Keyingi qator bu tomonga qarab to'qib ketiladi. Keyingi qatorni boshlashdan avval mana bu birinchi qator to'qib kelgan eng oxirgi petlarimizni tashlaymiz va keyingi ikkinchi va uchinchi petlardan to'qishni boshlaymiz. O'ng petlarni endi chap petlarni ustiga yotqizib, mana bu yoqda kelib qolgan petlarni bir-biriga kirgizib ketamiz. O'ng petlarni chap petlarni ustiga yotqizamiz va kirgizamiz.
o'ng petlani chap petlani ustiga kirgizamiz, qo'yamiz, yotqizamiz va kelib qolgan joydan kirgizamiz. Kristik uzorni avval ham o'rgatgan darsligim bor. Unda to'liq tushunarli qilib o'rgatganman. Bu darsligimni olishimdan maqsadim endi bu 100 ga 100lik adyolni chetini obvязка qilishni ham sizlarga o'rgatib ketmoqchiman. Shuning uchun bilmaganlar uchun umuman notanish bo'lmasin deb mana shu joyini ham o'rgatib ko'rsatib ketyapman. Agar hozir ko'rib o'rganolmayotgan bo'lsanglar, mana yaxshiroq tushunish uchun ham yana ko'proq o'rgatishga harakat qilyapman. O'ng petlani chap petlani ustiga qo'yamiz va kelib qolgan petlalarni kirgizib olamiz. Oxirigacha bu qator oxirigacha xuddi shunaqa qilib to'qiymiz. Oxirida bitta petla ortib qoladi va uni ham to'qishni ko'rsataman. Demak, oxirigacha to'qib olamiz. Mana ikkinchi qatorni ham oxirigacha to'qib keldim. Mana oxirida bitta petla ortib qoldi. Bu petlani shunday to'qib olamiz, kirgizib olamiz va endi chapdan o'ngga qarab to'qiymiz. Bunda eng birinchi qatorda o'ng petla chap petlani ustiga qo'yib, hamma petlalarni ishtirok ettirib, hamma petlalar bilan to'qib chiqamiz. Bu 3-qator oxirigacha, demak, shunday to'qiladi. Bir qator to'liq to'qiladi, ikkinchi qator ikki yondan bitta qoladi, uchinchi qator yana to'liq to'qiladi, to'rtinchi qator yana orada bitta qoladi. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha o'zimizga kerakli o'lchamgacha shunaqa qilib to'qib olamiz. Demak, buni ham oxirigacha chap petlani o'ng petlani ustiga qo'yib, kelib qolgan petlalarni kirgizib olamiz. Mana bu yoqdagi petlalarni kirgizguncha qarab kirgizamiz. Mana bu petlalar orada qolib ketmasligi uchun. Kelib qolgan petlalarni kirgizamiz. Demak, oxirigacha o'zingizlar to'qiysizlar. Demak, bitta ipni to'liq xuddi shunaqa qilib o'zingizlar to'qib olasizlar. Ikkinchi ipni ulashni ko'rsataman. Demak, xuddi shunaqa qilib borib kelib o'zingizlar bitta ipni to'qib olasizlar. Mana bitta ip to'qib oldim. Bitta ipdan shuncha chiqdi. Bitta ipni tugatib, endi ikkinchi ipni ulaymiz. Tugagan joydan mana shu eng oxirgi mana bu petlani orasini ochib olaman qaychi bilan. Orasini ochib oldim va yangi ipimizda mana birinchi petla mana ochilgan ekan, bog'lashga yetadi. O'shaning uchun mana bu ikkalasini birlashtirib bir-biriga bog'lab olaman. Mana bu joyini kesib tashlayman. Va endi ikkalasini bir-biriga bog'lab olamiz. Yaqinroq qilib bog'laymiz. Va mana buni ham yana bitta kesib olamiz. Ana bog'lab oldik. Va buni yog'ini davom ettiramiz. Shu bilan bir-biriga ulandi. Mana davom ettirib to'qib olamiz. Mana bu ulangan, mana bu joy uzib tashlamaymiz, kesib tashlamaymiz. Oxirida oraga berkitib yuboramiz. Avvalgi adyol to'qish darsligimda ulashni 2-3 xil usulini ko'rsatganman. Aytib o'tganman.
eng ko'p foydalanadiganim xuddi shunaqa bog'lab ulayman ikkita ipni. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha to'qiymiz. Mana ulashni ham ko'rsatdim. Endi qanaqa to'qiymiz? Xuddi shunaqa borib kelib to'qib olamiz. Demak, 100 ga 7 ta ip ketadi. Hozir yana 6 ta ip. Umumiy 6 ta ipni to'qib olaman va 7-ipni ulashni ko'rsataman va 7-ipni to'qib bir ulaymiz va bir qator yuramizmi? Demak, 6 ta ipni to'qib olamiz. Agar siz ham 100 ga 100 adyol to'qiyotgan bo'lsangiz, 6 ta ipni to'qib olamiz to'liq va men keyin 7-ipni ulashni va chetini, mana bu adyolimizni chetini obvязка qilib, chiroyli qilib bezatishni ko'rsataman. Demak, umumiy 6 ta ipni to'qib olamiz va 7-ipimiz qoladi. Bu yog'ini 7-ipni ulashni va aylantirib mana bu tomonlarni to'qib chiqishni ko'rsataman. Mana qaranglar, to'qib oldim. 7 ta ipni ham to'qib oldim. 7-ipdan mana bu joyga yana 1-2 qavat to'qildi. To'qilgandan keyin xuddi shunaqa qilib chetini to'qishim uchun shunaqa qilib o'lchab oldim. Aylantirib oldim. Birinchi mana bu tomon to'qilgan joyi bo'lsa, uni davomidan mana bu chetdan bu chetga bir martalik anaqa uchun 3 ta tortib oldim. Keyin ikkinchi qator uchun yana 1 umumiy 7 ta mana mana bu 2 ta, mana bu yoqda tepada bitta, mana bu yoqda 2 ta, bu yoqda 2 ta. Ya'ni 7 ta anaqani o'lchab oldim. Nimaga mana bu yoqda bitta o'lchanmadi, 8 ta o'lchanmadi? Mana bu o'zi to'qilgan joydan davom etgani uchun 8 ta emas, 7 ta qator shunaqa qilib belgilab oldim. Endi buni chetlariga to'qib chiqamiz. Kirgizib, birinchi qatorni petlyani chet qismlariga kirgizib ketamiz. Ya'ni mana bu to'qigan joyimizdan davomidan mana bu joylarga kirgizamiz. Hozir anaqani yaqinroq qilib qo'yib ko'rsatib chiqaman. Mana bu yog'iga kelgandan keyin bu tomonga qaratib, mana buni endi bu yoqqa kirgizib chiqamiz. Mana bu oxirgi kirgizganimiz bo'lsa, mana bu joydan keyingi betlarni kirgizamiz. Mana bu keyingisidan keyingisini kirgizamiz. Har bir mandaqa joyga kirgizib chiqamiz. Bu mana shu qatorda nechta petля kirgizsak, buni to'g'risidagi qatorda ham xuddi shunaqa shuncha sondagi petляlarni kirgizamiz. Ya'ni bitta tomoni ko'p, bitta tomoni kam bo'lib qolmasligi kerak. Tortilib ikki xil bo'lib qoladi. Bu yonbosh qismi, mana bu esa bu to'qigan qismimiz. Bunda 52 ta petля olganmiz. Bu tepasida ham, pastida ham 52 ta petля chiqadi. Bu yonboshini mana bir tomonini kirgizib olganimizdan keyin petляlar sonini sanaymiz va shunga qarab keyingi shuni to'g'risidagi qatorni ham shuncha petля kirgizamiz. Mana bunaqa joyga kirgizib chiqibman hammasiga mana. Kirgizdim. Xuddi shunaqa qilib qator oxirigacha kirgizib chiqamiz.
Mana bunaqa olib kirgizib olib chiqamiz. Orqasidan kirgizib, oldidan olib chiqamiz. Mana. Kirgizib olib chiqamiz. Kirgizib olib chiqamiz. Birinchi qatorni, ya'ni o'sha birinchi qoldirgan anaqada mana bular joyimda petliyalarni kirgizib chiqsam, mana bunda petliyalar bilan to'qib chiqaman. Oxirigacha kirgizib olamiz. Aylantirib mana shunaqa qilib petliyalarni kirgizib chiqamiz. Mana. Mana bunaqa joyga kiramiz, orqadan kirgizib, mana oldindan chiqaramiz. Orqadan kirgizib, oldindan chiqaramiz. Mana shu qatorni oxirigacha, mana o'zi oxiriga keldik. Mana shu joygacha kelamiz, keyin bu yog'ini qilamiz, keyin narigi burchagini qilamiz. Demak, bir qator kirgizib chiqamiz. Mana bu birinchi kirgizib chiqqan qatorim. Buni sanab chiqdim. Bunda demak 48 ta petliya bunaqa anaqalariga kirgizib chiqibman. Keyin mana bu pastki qismi o'zi 52 ta edi. Sanab 52 ta kirgizdim. Endi mana bu qismiga hali kirgizganim yo'q. Bu qismiga bu yog'ida 48 ta kirgizgan bo'lsam, demak bu yoqda ham sanab 48 ta petliya mana bu joylariga kirgizib chiqaman. Demak, bu yog'ini ham kirgizib chiqqanimizdan keyin ikkinchi qatorni to'qishni ko'rsataman. Mana bu 48-chisini ham to'qib oldim. Bu tomonga ham bu tomon 48 ta, bu to'g'risidagi 48 ta, mana bu tomon 52 ta, buni to'g'risidagi anaqa ham 52 ta bo'ldi. Shunaqa qilib sanab qilib oldim. Endi mana bu ikkinchi qatordan mana bu 52 talik anaqani birinchisidan boshlab to'qib ketamiz. Kirgizib olamiz. Shunaqa qilib hozir yaqinroq qilaman. Mana buni olib kelib qolgan petliyani kirgizamiz. Hammasini endi olib chiqqan kirgizib chiqqan hamma petliyalarimizni xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qiymiz. Mana shunaqa. Kirgizib olamiz. Kirgizamiz. Mana shunaqa chiqadi. Demak, aylantirib mana bu boshda boshlagan mana shu joygacha, mana bu petliya, oxirgi petliyagacha to'qib olamiz. Mana xuddi shunaqa qilib. Kelib qolgan petliyani mana bu olingan petliyaga kirgizamiz. Kirgizib olamiz. Kirgizamiz. Kirgizamiz. Demak, aylantirib to'qib olamiz. Xuddi shunaqa qilib kirgizib chiqamiz. Mana aylantirib shunaqa qilib kirgizib chiqdik. Mana oxiriga keldik. Oxirida ozgina tortib qoldi. Endi buni birlashtirib chiqamiz. Mana bu eng birinchi men bunga kirgizgan, mana bu turadi, mana bu oxirgisi. Mana bu birinchisi bo'lsa, birinchisini ichiga mana kirgizdik. Keyingisini yana buni ichiga kirgizamiz.
Mana kirgizdik. Keyingisini buni ichiga kirgizamiz. Ketma-ketlikda xuddi shunaqa qilib mana kelib qolgan petlyani buni ichidan kirgizib o'tamiz. Mana kelib qolganini ichidan kirgizamiz. Kelib qolganini mana shunday qilib mana shunaqa qilib yopib chiqamiz. Aylantirib mana shu joygacha yopib chiqamiz. Keyin bu yog'ini bir-biriga birlashtirib tugatishni ko'rsataman. Demak, mana kiygan petlelarni mana kirgizib olamiz. Mana bundan keyingi mana bu petlyani yana buni ichidan kirgizamiz. Mana bu petlyani yana buni ichidan kirgizamiz. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha yopib olamiz. Kirgizamiz. Aylantirib xuddi shunaqa qilib to'qib chiqamiz. Mana xuddi shunaqa qilib yopiladi. Kelib qolgan petlyani mana bu kelgan petlyani kirgizib ketaveramiz. Demak, mana bu joygacha xuddi shunaqa qilib to'qiymiz. Keyin tugatishni ko'rsataman. Mana oxirgini ham kirgizib to'qib oldim. Endi mana bu yoqda ikkita petliya qoldiraman. Va bu yog'ini kesaman. Mana bu ikkita qoldirgan petlalarimning oralarini ochib chiqaman. Mana ochib chiqdim va endi mana bu ochib chiqqanimni mana bu oxirgi petlyani mana shunaqa qilib ichidan o'tkazib oldim. O'tkazib olganimdan keyin mana bu bunga kirgizaman. Shunaqa kirgizib oldim. Endi mana bu joyga mahkamlab olaman. Qattiq bo'ldi. Mana shunaqa qilib tugatib oldim. Endi mana bu ipni orqaga shunaqasiga berkitib yuboraman. Mana bundaqa ulangan joylarini ham kurchok bilan, mana bundaqa ulangan joylarini ham kurchok bilan oraga berkitib olaman. Shu bilan adyolimiz tayyor bo'ladi. Mana cheti qanaqa chiqdi. Demak, orqasini ham hozir mana bu iplarni ham berkitib, keyin adyolimizning umumiy holatini sizlarga ko'rsataman. Mana bu pletimizning orqa qismi mana hamma niqalarini berkitib chiqdim. Endi mana bu oldiga qismi. Mana cheti qanaqa bo'lgan. Mana xuddi shunaqa bo'lib chiqqan. Mana shu bilan pledimiz tayyor. Pledimiz 100 ga 100 o'lchamda tayyor bo'ldi. Mana chetini qanaqa qilishni o'rgandinglar. Shu bilan darsimiz tugadi. Sizlarga darsi yoqqan bo'lsa, xursand bo'ldim. Keyingi darslarda yana ko'rishguncha